Bolaga kattalarga hurmatni qanday o'rgatish mumkin? Bugun butun dunyoda yoshlar orasida hurmat tushunchasining zaiflashayotgani haqida ko'plab tadqiqotlar ogohlantirilmoqda. Pew Research Center ma'lumotiga ko'ra, ota-onalar so'nggi 20 yilda bolalarda kattalarga hurmat yetishmasligini eng katta tarbiya muammolaridan biri sifatida qayd etishgan. Texnologiya, shoshqaloqlik va ijtimoiy tarmoqlar natijasida bolalar tobora virtual hurmatga o'rganib bormoqda, ammo insoniy muloqotdagi ehtirom asta-sekin yo'qolib bormoqda. Masalan, bir bola har kuni onasining buvisiga qachon telefon qilasan deb so'raydi, lekin o'zi hech qachon qo'ng'iroq qilmaydi. Bu hurmatning so'zda emas, amalda bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Bola faqat ko'rganini o'rganadi. Ilmiy jihatdan qaraganda, Kanada psixologlar assotsiatsiyasi o'tkazgan tadqiqotda aytilganicha, ota-onasida hurmatni, muomalani ko'rgan bolalar ijtimoiy empatiya darajasi bo'yicha 2,5 barobar yuqori natija ko'rsatgan. Chunki hurmat bu nafaqat odob, balki miyaning axloqiy markazini rivojlantiradigan hissiy aloqa. Yaponiyada esa bu qadriyatni oyabun kabun tizimi orqali o'rgatishadi. Ya'ni kattaga ehtirom bilan tinglash, salom bilan kirib chiqish madaniyatni maktabdan boshlab shakllantiradi. Shunday ekan, savol tug'iladi: farzandimiz hurmatni gapda emas, bizning harakatlarimizda o'rganyaptimi? Bu savolga javobni bugun mutaxassis bilan birga izlaymiz. Bolalarimizga, kattalarga nisbatan hurmatni qanday o'rgatishimiz mumkin? Avvalo shuni esda tutishimiz joizki, bu hurmat o'rgatiladigan narsa emas, bu ko'rsatiladigan narsa hisoblanadi. Hurmat bu bir martalik bolaga o'rgatishimiz bilan chegaralanib qola olmaymiz. Bolaga yillar davomida o'zimizni shaxsiy namuna sifatida unga ko'rsatishimiz kerak bo'ladi hayotiy voqealar orqali. Bunda bizning o'sha o'z ota-onamizga nisbatan, tengdoshlarimizga, oilamizda boshqa a'zolariga, o'rtoqlarimizga, ustozlarimizga qiladigan hurmatimiz bu albatta bolani ko'zini o'ngida bo'ladi. Bu hurmat ko'rsatishimiz orqali bolajonlarimiz o'zini ko'rgan narsasini taqlid qila boshlaydilar. U agar biz hurmat ko'rsatsak, bolamiz ham hurmat ko'rsatadi. Agar biz tevarak atrofdagilarga nisbatan, kattalarga nisbatan hurmat ko'rsatmaydigan bo'lsak, ularga nisbatan qo'pol muomalada, munosabatda bo'ladigan bo'lsak, bolajonlarimiz ham xuddi shunday qilib tarbiyalanadi. Shunday ekan, bolaga hurmatni qanday o'rgatamiz? Bu savolga amaliy javoblar bilan yondashadigan bo'lsak, o'zingiz hurmatni ko'rsating birinchi navbatda bolaga. Undan keyin tevarak atrofdagilarga, kattalarga, ota-onangizga, bolaga kattalarga hurmat qil deb o'rgatmaylik. O'g'lim, mana bu xolangga salom ber yoki qo'shnimizga salom ber deb o'rgatmaylik. Bolani oldida birga yuradigan bo'lsak, birinchi navbatda biz o'zimiz o'sha tevarak atrofdagi insonlar bilan, shaxslar bilan salom alaykum deb munosabatimizni o'rnataylik. Salom berish bu hurmatning birinchi belgisi hisoblanadi. Farzandimizga salom berish kichikni ulg'aytiradi, kattani quvontiradi degan so'zlar bilan murojaat qilaylik. Ota-ona, buvi, boboga alohida e'tibor qarating. Farzandingizni oldida ayniqsa ularga alohida e'tibor bering, ularni hurmat qiling. Chunki bola ko'rganini qiladi, eshitganini emas. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, keksalarni ko'rib, ularga yo'l berishni, agar turli xil jamoat transportlarida bo'ladigan bo'lsa, ularga o'rinlarni bo'shatib berishni, ularga albatta doimiy ravishda ko'chada, transportda va hokazo boshqa joylarda ularga nisbatan hurmat ko'rsatishni o'rgataylik. Hurmatli ota-onalar, bolaga bir kechada o'rgatilmaydi. Bu yillar davomida amallar bilan, amaliy harakatlar bilan hayot davomida quriladigan tarbiya tizimi hisoblanadi. Kattalarga hurmat qilgan bola ustozga ehtirom bilan qaraydi. Qarindosh urug'lari bilan aloqalarni yanada mustahkamlaydi. Jamiyatda odobli, izzatli, hurmatli inson bo'lib shakllanadi. Kattalarga nisbatan hurmat qilmaydigan bola esa albatta jamiyatda o'z o'rnini topa olmaydi. Uning oilasida, uning kelajakdagi farzandlari ham xuddi shunday shaxslar bo'lib yetishadi. Xulosa qilganimizda, farzandingizga yaxshi ta'lim berishingiz mumkin, lekin tarbiyani hech qachon orqaga surmang. Chunki ilm bilan hurmatni o'rgatadigan bo'lsak, u albatta kelajakda buyuk shaxslar bo'lib yetishadi. Farzandingizdan hurmatli inson chiqishini istasangiz, unga siz o'zingiz har kuni shaxsiy namuna ko'rsating.